Salom hammaga do'stlar. Bugungi videoda biz qanday qilib avtomatlar modini, to'g'rirog'i Warfarin degan bitta avtomatlar modini yuklashni ko'rsataman. Uning uchun bizga mana bu Master for Minecraft mana shu ilova kerak bo'ladi. Bu ilovani Play Marketga kirib, bemalol qidiruvga Master mod deb yozasiz. Mana Master mod turibdi qidiruvda birinchisida. Mana kirasiz. Sal pastroqqa tushsangiz mana shu ilova chiqib keladi. Mana shusini yuklaysiz. Bunisini yuklab yotmang. Agar istasangiz yuklayvering. Lekin mana bunisi yaxshiroq. Shunisini yuklab olasiz. Yuklab olganingizdan keyin bu ilovaga kirasiz. Kirganingizdan keyin mana shunday joy keladi. Mana shunday joy chiqib keladi. Bu yerdan qidiruvga kirasizda addonsga o'tkazasiz. O'tkardingiz, keyin bu yerga Warfarin deb yozasiz. Undan keyin qidiruvga bosasiz. Yaxshi chiqdi. 2067 Warfarin mana shu ilova. Mana shunga kirasiz. Ko'rdingiz. Shuni Play Minecraftni bosasiz. Yuklab olishingiz kerak. Birinchi bo'lib men yuklab olganman buni. Minecraftga bu mod kirib keladi. Yaxshi. Istagan zonangizga bosasiz va mana shu yerda bitta Warfarin modi chiqib keladi. Chiqib keldi, ko'rdingiz. Endi modlarga qo'shib ham oldik. Mana qo'shilgan ikkalasi ham. Endi o'yinga restart beramiz. Sizlarga hozir modni ko'rsataman. Bu tezroq kirardi, bilmadim, salastashyapti nimagadir. Yo, mod qo'shsa rostdan ham menimcha asta kiradi. Oddiy zonalarga tez kiradi. Mod qo'shib kirilganda asta kiradi. Sizlarga tushuntiraman, qaranglar. Ikkala o'sha modni afzor qildim-ku, modni qo'shib oldimki, o'shani ikkala joyidan ham qo'shib olish kerak. Ikkovidan ham, bittasidan qo'shib, bittasidan qilmay qo'ysa bo'lmaydi. Warfarin mana zo'r mod ko'ryapsizlar avtomatlarni. Pistolyot, minigun, drovbik, nima xullas. Pistolyotni bunaqasi yoqmaydi menga. Mana pistolyot. Ikkitaligi ana noldan olamiz hozir. Noldan ko'ringlar, ket. Tamam. Eslab qolinglar, mana shu ikkitalikka keldik. Bular har birining o'qlari bor. Ko'ryapsizlar, lekin kreativda bular o'tga minib oldik. Zo'r qilib o'ylay bitta o'qqa chiqdi. Birinchi dovushlarini endi o'qchik faqatgina kreativ jolida emas. Jolida afsuski kerak. O'qini qaydan topamiz desanglar, mana shu avtomat-ku. Mana shu avtomat qaysi biri edi? Menimcha mana shu avtomatni mana yonida o'q turibdi, ko'ryapsizlar.
Ana qanday qilsadir maqtaydi. Hozirgina maqtovda. Qandaydir oyla emotsiyalariga qaranglar, yugurishlariga. Ko'ryapsizlar, mana bu, mana oyla ketdi, ikkita o'qda. Chakchang, tamom. Bu avtomatni ko'rgandik. Mana snayper, afsuski ko'zlagichi borki qanday qo'yishni bilmadim, lekin bunga mana ko'zlagichlar bor. Qo'yib bo'lmaydi prosta. Mana har xil narsalari bor. Agar sizlar topsanglar, kommentga yozib yuboringlarmi yoki meniki boshqacha versiyaligi uchun ishlamayaptimi, aytinglar. Shundan keyin mana bitta o'qni o'ldirsa kerak. Ketdi, bo'ldi, tamom. Dробишка. Menga uzoqlashib ketdi juda. Poylab o'tmasa, bir-ikki paytda o'qlari o'tib ham ketar ekan. Ko'rdinglarmi? Qaranglar. Ikkannagina o'ladi. Haqiqatan endi pistoletchani ko'ramiz. Ketdi uchtada. Buncha ikkitada ketsa kerak. Bittada ketyapti-ku. Yaxshi ikkitaligi. Yaxshi. Afsuski mana bu pulscha sal o'ynar ekanda. Ana er-xotin o'ldi. Endi bu yoqqa o'tkirsak, bu ham boshqacharoq. Narki avtomatmi, qanimi bilan. Bitta spawn bullaring, bitta o'ldiraman. Ko'rdinglarmi? Mana bu ikkitalik boshqachasi bu ham. Hayda qo'y, qaranglar. Men mo'ljalga tushsanglar, tamom. Bilan teyday xo'roz o'ldirib qo'ydi, to'g'ri. Tovuq. O'tgan payti, o'lgan payti bo'yoqqa ham chiqarkan, nima edi? X'ga chiqdi o'ldi. PUBG'ga sal tushibdi, lekin men PUBG o'ynamayman. PUBG'da shunday bo'ladimi, bilmadim-u. Menimcha PUBG'ga o'xshatishgan. Qanday ko'rdim, PUBG'ga ham o'tsa, shunday X chiqardi, o'lsa. Yaxshi, endi bularni ko'ramiz. Avtomatlar bir-biridan dahshat avtomatchalar. Yetmaydimi sizlarga shuncha avtomat? Noto'g'ri aytinglar. Misol uchun menga yetmaydi. Bundan ham ko'proq bo'lsa yaxshi bo'lardi. Sizlarga aytinglar, ayrimlar bor, hattoki mod ham yuklanmaydi Minecraft. Avtomat bu qanaqasi? Uy, dahshatga. Doshchasini eshitdinglar. Davay. Ketdi. Bilmadimki. Video olayapman-ku, video olayotganim uchun meni maqtayapman ham. Qanday qildim? Tamam, endi buni ko'ringlar. Qaranglar. Ko'rdinglarmi? Qanday tovushlar chiqyapti? Minecraftni ertalab qilamiz.
Yaxshi. Yani ayang o'ldi. Ani balang o'ldi. Akang o'ldi. Ani chiqamiz endi. Qarang. Ammo 8 ekan meni ot. Endi buni ham ko'ramiz. Yaxshi. Buni ko'ringlar. Ikkada o'yinlarda. Kreativda ketib bo'larkan. Voy. Bu yilga o'tkim kelyapti ketdi. Hani daraxt tak tubugi bilan yo'q qilib nechta o'qta sanadinglar? Sanamadim. Bu mana bu avtomatni boshqacharoq ekan, ko'rdinglarmi? Menda sal qo'tel ishchan qaranglar. Ay. Qishloq qidirib ko'rmaymizmi? Buzilgan portal chiqdi qishloq. Hech topilmasa kerak qishloq. Ikkitalik bu va durbin ham bor ekan, qaranglar. Olov o'tiruvchi parashyut bu granatalarni turlariga qaranglar. Vau, nilla olamiz bilan. Durbin bu. Ko'rdinglar mana. Qaranglar, bu avtomatik o'g'il chiqilloq ikkitasi ekan. Chiqilloqda ikkitasi ekan bular. Bucha bu. Bu o'tirgan ekan, bu ham bilmadim, ammo hammasi. Mana durbinni qaranglar, yaqin ko'rsatishini. Ko'ryapsizlarmi? Buni ham sinab ko'ramiz. Olov. Yo'qib yuboradi odamni. Bu nima qiladi? O'zim ko'rib qoldim. Zahar ekan. Zahardan bo'lsa ham bo'ladi. Agar mobga o'tib ko'ramizmi oxirida? Birdaniga vurdilar ekan. Qaysi edi? Shu birdaniga mana shu edi. Qaranglar. Endi mana bu granatani tekshirib ko'ramiz. Tasvirgan bu yaxshi. Bitta joy portlatar ekan lekin. Menimcha xavfli yo'q. Sizlarga parashyut hozir ko'rsataman. Mana bu agar joningiz kamligida bitta tiqlasangiz yugurib, tez yurgan stadion qo'shib bergan. Do'stlar, shunday qilib videomiz tugadi. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar, do'stlar.
Hammaga tashlayman. Xayr.